Sentyabr keldi. Yangi o'quv yili, yangi rejalar, yangi maqsadlar. Ko'chada, ijtimoiy tarmoqlarda, o'quv markazlarida bir xil gaplarni eshitasiz. Bu yil ingliz tilini o'rganaman, tibbiy fanlarni chuqur o'rganaman, kursga yozilaman, o'zim ustimda ishlayman. Va haqiqatdan ham sentyabr oyida odamda qandaydir alohida shijoat paydo bo'ladi. Yangi daftarlar olinadi, kurslar qidiriladi, rejalar tuziladi. Birinchi kunlari hammasi ajoyib ketadi. Lekin oradan bir necha hafta o'tadi. Dastlabki hayajon yo'qoladi. Darslarga borish qiyinlashadi. Bugun bormay qo'ya qolay. Ertadan davom ettiraman. Vaqtim bo'lmayapti degan bahonalar paydo bo'ladi. Keyin esa odam kursni tashlab qo'yadi. Eng qizig'i, buni o'quv markazlari ham juda yaxshi biladi. Sentyabrda hamma o'qishga shijoat bilan kirishishini ular ham bilishadi. Shuning uchun yangi guruhlar ochiladi, odamlar yoziladi, to'lovlar qilinadi. Ammo kursga yozilish hali o'qish degani emas. Daftar sotib olish, bilim olish degani emas. Kursga pul to'lash, natijaga erishish degani emas. Hatto har kuni darsga borishning o'zi ham yetarli emas. Natija bitta narsaga bog'liq, davom eta olishga. Sentyabrda boshlash juda oson, chunki sentyabrda motivatsiya baland bo'ladi. Hamma yangi hayot boshlagandek his qiladi. Ammo haqiqiy sinov sentyabrda emas. Haqiqiy sinov oktyabrda, noyabrda, qishda. Kayfiyatingiz bo'lmagan kuni, charchaganingizda, hech kim sizni maqtamayotganida, atrofingizdagi odamlar tashlab ketganida. Ana o'sha paytda ham o'qishni davom ettirsangiz, natija sizniki bo'ladi. Chunki motivatsiya doimiy narsa emas. Bugun bor, ertaga yo'q. U keladi va ketadi. Shuning uchun hayotingizni faqat motivatsiyaga qurib bo'lmaydi. Sizga intizom kerak, sizga odat kerak. Sizga xohlaymanmi yoki yo'qmi degan savolni har kuni beravermasdan, kerakli ishni shunchaki bajarish kerak. Bugun kayfiyatingiz yo'qmi? Mayli, lekin 30 daqiqa o'qing. Charchadingizmi? Mayli, lekin hech bo'lmasa bitta mavzuni takrorlang. Hamma tashlab ketdimi? Mayli, siz davom eting. Chunki bir necha oy yoki bir necha yil o'tgach, natijaga erishgan odamlar bilan boshlagan, lekin tashlab qo'ygan odamlar o'rtasidagi farq ko'pincha iste'dodda emas. Farq davom etishda. Shuning uchun sentyabrda o'qishga yozilayotgan bo'lsangiz, o'zingizga bitta savol bering. Men buni boshlay olamanmi deb emas. Men buni kayfiyatim bo'lmagan paytimda ham davom ettira olamanmi deb so'rang. Chunki sentyabrda o'qishni boshlash oddiy. Uni dekabrda ham davom ettirish mana shu haqiqiy o'qish. Yangi kursga yozilishdan oldin yangi motivatsiya izlamang. O'zingizga va'da bering. Men boshlaganimni oxirigacha olib boraman. Qolgan hammasi o'zingizga bog'liq. Sentyabr sizga faqat eshikni ochib beradi. Undan kirish esa sizning tanlovingiz. Ichkarida qolish va oxirigacha borish esa sizning xarakteringiz. Shunday ekan, sentyabrda o'qing. Lekin faqat sentyabrda emas. Natija ko'rmaguningizcha davom eting. Xullas do'stlar, bugungi aytganlarim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sentyabrda yangi maqsadlar qo'yish, yangi narsalarni o'rganishni boshlash juda yaxshi. Lekin eng muhimi, boshlagan ishimizni oxirigacha yetkazish. Agar ushbu fikrlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizni kuzatishda davom eting. Yana foydali, qiziqarli va motivatsion mavzularda ko'rishamiz.